Hammaga salom. Xayrli tong. Mana soat ertalab. Soat ertalab hozir. 1 daqiqa, 1 daqiqa hozir. Hammaga salom. Mana men uyg'ondim. Soat ertalab 5:15. Hozir yaxshigina shug'ullanaman. Yaxshi shug'ullanib, xudo xolasa boradigan joylarim bor, ashaqqa ketaman. Tezda shug'ullanib, vaqtni ketkizmayman-da. Ha, xudo xolasa. Qani ketdikmi? Hozir nimadan boshlaymiz? Sal qizib olamiz. Birinchi qizib olish juda muhim. Uyg'ongandan keyin bellarni mashq qilish kerak. Hozir bel juda kerak bo'ladi hayotda. Shuning uchun belimiz boru poзвоночниклар, orqa umurtqa pog'onalarimiz cho'zilish kerak ertalabda. Sal elastikniy bo'lish kerak. Shuning uchun bir ikkita mashqlar qilib yuboramiz. Mana bundoq ko'pmasa, mana 1 2 3 4 yetadi. Shu yetadi o'zi. Mana 5 ta mah qo'lda mah qilamiz. 5 ta 1 2 3 5 yetadi mana. Endi anaqa qilamiz. Chekiga mah anaqa. 1 2 3 4 5 yetadi. Tugadi oyoqda endi. Oyoqda anaqa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 yetadi. 1 2 3 4 5 3 4 5. Hech narsadan ko'ra yaxshiroq shu. Hech narsa qilmagandan ko'ra yaxshiroq. Mana endi cho'zamizda bitta King Kongga o'xshab qo'yib yuboramiz. Cho'zamizda X qilamiz. Cho'zamiz X qilamiz. Bu movi ko'kraklarni o'pkani anaqa nafas olishni yaxshilaydi. Hozir endi ajimaniyadan boshlayman. Mushta. Ha. Hozir men 5 podxodcha qilaman mushta. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hop. O. Yaxshigina oltadi. Mata bosdik. Tekst qilish kerak. Qo'ldan kelgancha qildim. Endi press mashqlari bor. Press mashqlari ham juda muhim. Ko'rsatib boraman. Haligi mana holatda bo'lsanglar, yota olmaydigan holatda bo'lsanglar, turib press qiladigan mashqlar bor. Ko'rsatib boraman uni ham. Jumping jack deyiladi. Jumping jack. Russian twist degan. Yana bitta anaqa mashq bor, osonroq. Qizib olishga, u ham yaxshi juda. Mana chapga chalamiz. 1 2 3 4 6 7 mana. Zo. Bundan keyin qo'lda turishlar mashqlari agar kimdir xohlasa, keyin men ertalabda shu mashqlarni qilaman. Kuch beradi menga. Yana hozir prisidaniya. Juda kerak bu prisidaniya ham. Mana prisidaniya. Oldu.
Hozir artmaylarni boqaman. Ungacha men hozir qo'lda turishni o'rganaman, ozgina. Qo'lda turishni o'rganish shu. Bunga mashlarda bajarish kerak. Hozir archivani qilamiz ya. Ketdik. Yematam yana. Mata archivani bosamiz. Ketdim so'ng. Yaxshigina olib keldim. Ketdik. Ha. Ha. Bo'pti, boshqacha.